Assalomu alaykum, davom etamiz yana ustonovkalarda. Navbatdagi adresga ham yo'llarimizni o'qib tamomlab ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand tomon. Ishtixonda o'qiganmiz. Mehmonxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa qilib aytishga harakat qilamiz. Mebelimizga keladigan bo'lsak, rangi oq bo'lgan. Buni rangida tanlov bor 3 xilgacha. Bular oldi asar qismi indifdan. Nima deydi? 100% indifdan desa ham bo'ladi. O'rtada polkasi faqat laminatdan. Mana bu o'rta qismi polkalari oyna qilib ishlangan. Xohlovchilar uchun buni nima deydi? O'zini materialidan ham qilib bera olamiz. Eshiklari 100% vakuumda. Oynalari chaqlangan. Endi mebelga keladigan bo'lsak, mana bu o'rta qismi 168. Mana bu yonbosh qismlari 75 sm, balandligi 245 oxirgi nuqtagacha, pastki nuqtadan oxirgi nuqtagacha 245. O'shani mo'ljal qilamiz. Mebel oladigan uyning razmeriga ham e'tiborli bo'lamiz. Aytib o'tganimizdek, mebelning rangida 3 xilgacha tanlov bor. Mana bu ichki holati bo'ladigan bo'lsa, o'rtalarida polkalari bor variantda. O'rtasal chiqqan, ikkita eshik sal kirgan. O'rtalar tortmali qilib ishlangan, tortmasi ancha keng. Mana bu o'rta qismining balandligi 1 metr qilib ishlangan. Bundan tashqari razmerga ham yasab beramiz. Kimdir uyim kattaroq, kimdir kichikroq qilsin desa ham razmerga ham yasab bera olamiz. Hozirgi данный momentdagi joy 325 ekan. Xo'sh, bizning adresimiz shahar biz bilan bog'lash uchun bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebel 120 km dastlabki uстановkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.